Siz bilan Vodiy Zarafshon obuna bo'ling. Do'stlar, qaranglar, Bilol do'stimiz yetib keldi. Madina-i Munavvarada turibdi do'stlar. Bularga ham nasib qildi. Chin dildan xursand bo'ldim do'stlar, qaranglar. Qaranglarda hozir chegaradan o'tkazmadi, u qildi, bu qildi, lekin iloji bo'ldi, keldi. Mana do'stlar, endi bir narsa fikrladim, qaranglar. Bu dunyodan o'tamiz, hammamiz bu dunyoda abadiy qolib ketmaymiz. Bir kun o'lganimizda, oxiratda Allohim bizdan qani vizang, qani savoblarga to'la vizang, qani desa nima qilamiz? Yo, vatanimizga qaytib kela olamizmi? To'g'rilab keladi. Aytinglarchi. Do'stlar, yaxshi niyat qilinglar. G'iybat, mish-mish qilmanglar. Hozirgi kunda juda ko'payib ketdi. Mish-mish aktiv uchun qilyapti, aktiv uchun bu qilyapti. Qaranglar mana misol. Bironta narsani ko'ringlarda mana. Videoga olish mumkin emas degan narsani ko'ryapsizlarmi? Ol deyapti, chiqar deyapti, aktiv uchun kesin deyapti kerak bo'lsa. Mumkin deyapti, aktiv uchun bo'lsa ham kesin deyapti. Allohning bu uyi deyapti. Do'stlar, mayli sizlarga ham nasib qilsa aktiv deb o'ylasizlar ekan. Nasib qilsa mana uydan pulsiz chiqinglar, uydan pulsiz chiqib niyat qilib kelinglarchi. Gapiradiganlar. Qaranglarda sizlar niyat qilinglar bu mana. Allohim menga ham nasib qildi deb yotinglar. Yotsalaring Alloh beradimi? Niyat qilib amalni ham qilish kerak. Amallar niyatlarga bog'liq do'stlar. Sizlar kuzatib turinglar. Endi aktiv uchun deydiganlar. Men bosyapman, qolganlar bosyapti. Patqichi ko'payib ketdi, million bo'lib ketdi, ko'ra olmaydiganlar. Sizlardan ko'payadi, g'iybat qilib mish-mish qilmasdan. Men hammaga bosib tashlayapmanmi? Alloh yo'lida. Bir kun o'tamiz, ketamiz. Hamma narsa qoladi do'stlar mana. Bu joylar lekin savoblarga to'la joy. Bu yerda nafas olsak savob yozilar ekan. Do'stim, jannatlarda ko'rishaylik. Keyin do'stlar, Bilol do'stimizga 10 kun vaqt beribdi. 10 kun ichida chiqib ketish kerak ekan. O'sa katta jarimasi bo'lar ekan. Inshaalloh hozir keyingi videolarda payg'ambarimiz ravzalariga kirib sizlarga salomlar aytamiz. Sizlarning nomlaringizdan salomlar aytamiz. Kuzatib turinglar do'stlar. Bu yo'q endi zo'r bo'ladi. Inshaalloh.